Assalomu alaykum. Muhtaram O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Assalomu alaykum muhtaram Shavkat Miromonovich. Butun qishloq xo'jalik sohasi vakillari, fermerlar, dehqon, agroklaster mutaxassislari va mehnatkashlar nomidan sizni bugungi kirib kelayotgan tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Siz rahbarligingizda qishloq xo'jaligi amalga oshirilayotgan qo'llab quvvatlanayotgan islohotlar, fermerlikda yaratilayotgan katta imkoniyatlar bizlarga juda ham yuksak ishonchlar olib kelmoqda. Shular bir qatorida yangi texnologiyalar kirib keldi. Bizlar qishloq xo'jaligiga katta imkoniyatlar berilib kelmoqda. Butun yurtimiz, dalalar, qo'lga kiritilayotgan har bir yutuq farovonlik, baraka olib kelmoqda. Sizning oqilona siyosatimiz va doimiy g'amxo'rligimiz mujassamdir. Shu qutlug' ayyomingiz sizga mustahkam sog'lik, uzoq umr, oilaviy baxt, saodat, qalb xotirjamligi va davlatimizga yagona yuksalayotgan sharafli faoliyatingiz va ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Yurtimiz tinch, xalqimiz farovon, dasturxonimiz to'kin, dalalarimiz barakali bo'lsin. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin, muhtaram Prezident.